W211 ishqibozlari bormi? Ekran qarshisiga yaqinroq kelinglar. 6.3 body kitlar taqilgan, rosa pul tiqilgan mashinani narxini sizga yo'qadigan narxga ko'ndirib qo'ydim. Har doim ham bunaqa tiniq apparatlarni hozir men aytadigan narxga sizlar sotib ola olmasligingiz mumkin. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan aka, hali hammamizni yaxshi Mercedeslar haydaymiz. Sizga ham hamma mana shu ko'rib turgan odamlarga nasib qilsin. Ushbu mashinamizni hech qanaqa ishi yo'q deb aytayaptilar. 3.2 litrli motorni 60.000 kilometr yurganini ofitsialniy qilib taqdirib qo'yishdi. Ya'ni texpasportlariga motor nomerlarigacha yozdirib taqib qo'yishgan. Mashinamizni hech qanaqa ishi yo'q deb aytayaptilar. Mana bu diskalarini ko'ryapsizlar, diskalari ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari ham unaqa yomon bo'lib ketmagan. Tonirovka rasheniyasi bor. Umuman ishi yo'q deb aytayaptilar. 2003-yil mashinamiz. Rosa pul tiqilganini, narxini nech pulga ko'ndira oldim deb o'ylaysiz? Narxini aytishdan oldin Telegram kanal ochganmiz. Telegram kanalga ham o'tib olinglar. Har xil mashinalarni birinchi bo'lib Instagramdan oldin Telegramga qo'yib boramiz. Ushbu mashinani narxini 14,5 ming dollarga ko'ndira oldim. Egalariga telefon qilib, gaplashib, maslahatlashib, ustinglar bilan kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.